Diqqat, xushxabar! Qurilish sohasidagi ayrim xodimlar maoshi 3 karra oshiriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Joriy yil 1-iyundan boshlab O'zbekistondagi qurilish sohasidagi ayrim xodimlar maoshi 3 karra oshiriladi. Bu haqida 14-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan uy-joy qurilishi va urbanizatsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishida aytildi. Qayd etilishicha, o'tgan yili qurilish obyektida loyihachi va buyurtmachilarning nazoratchilari 42 mingta kamchilik qayd etgan. Qurilish inspeksiyasi esa yana 250 mingdan ziyod qoidabuzarlik aniqlagan. Sabab loyihachi hamda buyurtmachilardan mualliflik va texnik nazorat bo'yicha manfaatdorlik yo'q. Shu bois joriy yil 1-iyundan boshlab davlat buyurtmachilari faoliyati to'liq KPIga bog'lanishi, xodimlarning oyligi 3 karra oshirilishi belgilangan. Loyiha hujjatini ishlab chiqish uchun obyekt qiymatining 5% gacha mablag' beriladi. Mualliflik nazorati uchun esa alohida shartnoma asosida to'lov qilinadi. Shu bilan birga endi texnik nazorat yoki mualliflik nazoratchisi mas'ul bo'lgan obyektda qo'pol qoidabuzarlik aniqlansa, pudrat korxonasi bilan birga nazoratchilarga ham qat'iy chora ko'rilishi zarurligi qayd etilgan. Loyihachining shaffof qurilishdagi reytingi ham pasaytiriladi. O'tgan yili 400 nafar qurilish nazoratchisi yon kamera bilan ta'minlangan. 1221 ta ijtimoiy va infratuzilma obyektiga video kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Endilikda byudjetdan ko'riladigan qiymati 3 milliard so'mdan yuqori bo'lgan ijtimoiy soha obyektlari, ko'p qavatli uy, yirik savdo va sanoat korxonasi, mehmonxona, turizm obyektlari qurilishi ham onlayn nazorat kameralari bilan qamrab olinadi. Urbanizatsiya qo'mitasiga shaharsozlik qoidalarini qo'pol buzganlik bo'yicha moliyaviy sanksiya joriy qilish bo'yicha qonun loyihasini ishlab chiqish topshirilgan. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.